Hammaga assalomu alaykum. Jigarlar, sizlar bilan bo'ri. Har doimgidek. Men Grand Mobile o'ynayapman vaqtinchalik yangi akkauntda. Bilasizlar, o'zimda akkauntim banga kirib ketdi. 2-1 bilan shunga ozgina zerikkanimga yangi akkauntda o'ynab turibman. Nima deb nickni yashirib qo'ygan desanglar, sir bo'lib qo'ya qolsin bu. Hamma yaxshimi, hamma tuzukmi? Kontent qilmay qo'ygandim. Faqat shorts joylab turgandim. Video ham qo'yib video oldim. Xudo xolasa qaytaman. Ozgina qoldi. 5-avgust kuni chiqadi mendan akkauntim. Ungacha semyani yo'qolib qolmasa bo'ldi. Muddati o'tib to'lov to'lanmaganiga agar yo'qolsa 12 million 13 million slif bo'ladi. Yo'qolmasin, ilojim поддержка qilib turinglar, kuchli bo'lib qaytamiz. Challenge qilamiz jigarlar o'yinga qaytishimga. Yutgan odamga 1 million priz qilamiz o'yin valyutasida. Nima deymiz endi? Поддержка qilib turinglar deyishdan boshqa iloj yo'q. Tilimni sepib chiqib ketdi jigarlar. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar, kuchli bo'lib qaytamiz. Sizlar bilan bo'riya bo'ldi har doimgidek. Hammaga rahmat. Qaytamiz hali.